Bugün bu şu kenetimizdeki asabilik tüketiş, asabilikniki bu kenetlerimizge türlük faaliyet işide yüzümüzü sınırışını aldığını eliş için Ramazan'ın aldı kenede asabilik karşı durup mukumlukla saklaş doğrusunda bu şu biz bir faaliyet edip hürmetimiz. Bugün vakıttan içinden vakit çıkarıp, fırsattan içinden fırsat çıkarıp, boş vakıtı kadirlep, kelgen bütün kenetiki çağrıcı dikkat dostlarına çok gönlümden rahmetini bildirme. Hazır oyunumuz başlandı. Oyun başlaştıktan sonra bizdeki bir şey kenette terbiyelemek kan. Hazır neç vaxtdaki kenette türlü siyasetlik boysunmagan. Muşu kenette terbiyelemek kanla aldın numara köktü de böyle kızın karşılaydı. Ben kaldırmışım. Fettah'cığım hediye dediğin nasıl uğurlaymaz. Yavlan kıllar baş yıldızlı kızıl bayrak verdi. Yavlan kıllar baş yıldızlı kızıl bayrak gün kolayı nasımız yanlar. Yarısı kaderimiz dikeyleyiz. Şimdi kolaşları her yan. Siyasetlik adımız dikeyleyiz. Şimdi kolaşları her yan. Bizim kızdan aşkı kalan yaşlı meydan konuşandan. Güzel bir bayan fotoğraf Kızım suyumluk anamadan. Güzel bir bayan fotoğraf Kızım suyumluk anamadan. Hakkıma kalbim Hak müstekem kullar tekama. Hakkıma kalbim kırdı vurmudun. Hak müstekem kullar tekama. Hakkıma kalbim kırdı vurmudun. Hak müstekem kullar tekama. Terbiyeli vaka hukukçumuz izinike hazır. Boşa tesiratlarına sözde bildi de. Gelin çıkma. Hürmetli kenet rehberleri, ata-analar, urug' tuqqan do'st birodarlar, yaxshimisizlar? Nazir kenet darajalik tarbiyalash jarayonida olgan ta'sirotini so'zlab o'tmoqchi. Mening ismim Qurbon Hasan. 5-yeza 3-kenet 1-suvdan. Yoshim 22 yosh. Ismim Dehqon. Mening bu kenet darajalik tarbiyalash o'rniga kelish sababim dadamning qonunsiz diniy faoliyatlarga qatnashib qolish sababidan kelib tarbiyalanyapman. Dadam bo'lsa tarbiyalash o'rnida tarbiyalanadi. Men bu kenet darajalik tarbiyalash o'rnida tarbiyalanib, o'rganish orqali o'zimning xatoliklarini cho'nqur tunib yetdim va qattiq afsuslandim. Men bu kenet darajalik tarbiyalanish jarayonida din ishlari nizomi, fuqarolarning dinga e'tiqod qilish erkinligiga va dinga e'tiqod qilmaslik erkinligiga ega ekanligini, diniy ishlarda qonunliklarni qo'g'dash, qonunsizlikni cheklash, asabiylik tugtish, diniy so'ndiruvchilikka qarshi turish, diniy ishlarni qonun bo'yicha boshqarish, normalni dinga e'tiqod qilgan fuqarolarni qonunning qo'g'daydiganligi, qonunsiz qilmishlarning qonunning jazosiga uchraydiganligi, qonunsiz diniy faoliyatning 75 xil konkret ifodasi, kenet turishlik qonunsiz diniy faoliyatlarning kenet ahdnomasi, qonunsiz diniy faoliyatning 26 turlik konkret ifodasi qator darslarni o'rganib o'tdim. Men bu darslarni o'rganish orqali qonunning ish harakatlari bilan
qonunliq ish harakatlar bilan shug'ullansak, qonunning qo'g'daydiganligi, har qanday ish harakat qilsak, qonunga uyg'un kelamdi yo'q. Buni o'ylab qilishimizning nihoyat muhimligini, qonunsiz harakatlarning odamni ozdirib, xato yo'lga boshlaydiganligini, qonunga bo'ysungan holda ish harakat olib borsak, bizga bu yo'lning nihoyat kengligini, shunglashqa qonunni to'g'ri tunib, kallamizni silkitib, qonun ingimizni kuchaytirib, partiya hukumatning siyosatlariga angliq bo'ysunib, hukumatning qil deganini qilsak, xatolashmaydiganligimizni, urug' tuqqan qo'lin qo'shinlar bilan inoq ittifoq o'tishning nihoyat muhimligini, ota-onalarga vafodor bo'lib, aka-inalarimizni to'g'ri yo'lga yetaklashni, qonunsiz harakatlarni bayqaganda darhol jig'iy organlarga ma'lum qilishning muhimligini, millatlar aro Uyg'ur, Xanzu deb millat ayirmasligimizni, har qaysi millatning o'zaro barobarligini, partiya hukumatning illoqligini cho'nqur his qilib yetdim. Men buningdan keyin qonun intizomga angliq rioya qilib, kenetning turli faoliyatlariga aktiv qatnashib, qonunga bo'ysunadigan yaxshi fuqaro bo'laman. Oxirida ko'pchilikning vaqtinglarni chiqarib, ta'siratimni anglab, bayonlarga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Ko'pchilik rahmat. Hürmetli kenet rehberleri, xalq ammisi, yaxshimisizlar? Ben bugün üzümning o'rganish ta'siratini so'zlab o'tmoqchi. Ko'pchilikning ko'ngil qo'yib, anglab birishini umid qilaman. Benim ismim Mehmet Ali Bekri. Ben 5. 3. kenet 4. sudan. Yaşım 23 yaş. Kasbim dehqon. Benim bu kenet dereceli terbiyelash sınıfıga kirişim, kenetning bazı faaliyatlariga qatnasholmaganligimdan kelib tarbiyalanyapman. Men bu sınıfga 5. ayning 2. kunidan boshlab kelib tarbiyalanyapman. Men bu kenet dereceli terbiyelash sınıfıga kelgandan boshlab din ishlari nizomi, dehqon ishlamchilarning huquq manfaatini qo'g'dash, jinoiy ishlar qonuni, qanunsuz diniy faaliyetlerinin 26 türlük ifadesi, dinni asabiy ideyaning 75 xil türlük ifadesi, kenet ehdinamisi, yeza amanlığa dair kanun meseleleri, planlılık to'g'it kanunu, dehqonlarning huquq manfaatini qanday kafolatlantirdi degan mazmunlarda ders anglab o'tdim. Tuvanda bu mazmunlarda ders anglab öğrengen ta'siratimni so'zlab o'taman. Kadrlar tertib saqlanglar. Men bu derslarni anglash orqali nurg'un tushunchaga ega bo'ldim. Men bilmaydigan nurg'un qonun intizomlarining borligini tushunib yetdim. Hem qonunsiz ishlarning qonun turdan qochib qutulmaydiganligini, hem bizda ittifoq bo'lmasak bo'lmaydiganligini, ittifoq bo'lmasak dinni asabiy ideyalarning aramizga singib kirolmaydiganligini chunqur his qildim. Shunga biz ittifoq mustahkam bo'lib, qonunsiz asabiy ideyaning aramizga singib kirishiga qat'iy yo'l qo'ymasligimiz kerak. Ve qonunsiz asabiy ideyalarga qarshi turib, to'g'ri bo'lmaganlarni vaqtida tuzib, xotirjam inoq o'tishimiz, jumladan kichik ishlardan boshlab oilamizni xotirjam qilish, kentimizni xotirjam qilish uchun bir kishilik to'hfa qo'shimiz zarurligini chunqur his qildim ve pushaymon qildim. Shunga biz bo'shashmay qonunsiz asabiylarga bor kuchimiz bilan qarshi turib, hammamiz birdek bayrog'imiz ro'shan holda qonun siyosatlarda o'rganib, o'z-o'zimizni qo'g'dishimiz kerak. Qonunsizlikqa qarshi turib, qonunga bo'ysunadigan yaxshi fuqarolardan bo'lishimiz kerak. Hammamiz jamiyat amanligiga, jumladan kenit ve aile amanligiga birdek kuch chiqarib, milliy bo'lginchilikka, zo'ravonlikqa, terrorchi unsurlarga qattiq zarb berishimiz kerak. Qonun bo'yicha idora qilib, qonun bo'yicha qo'g'disaqlar, biz dehqonlarning huquq manfaatini qonun ostida qo'g'diya oladiganligimizni tushunib yetdim. Shunga biz dehqonlar oilamizni cho'qim qonun siyosatlardan vaqtida xabardor qilib, qonun ilmimizni o'stirib,
yaxshi fuqarolardan bo'lishimiz kerakligini tunib yetdim. Qonunga bo'ysunsak, qonun oldida o'zimizning bir kishilik huquqimizni qonun qo'g'daydiganligini, qonunga bo'ysunmay, qonunni ko'zga ilmay, o'zimiz bilganini qilsak, qonunning turg'a tushib, qattiq pushaymon qilganligimizni tunib yetdim. Shunga hammamiz kallamizni saga tutib, kanitning turli faoliyatlariga to'liq qatnashib, o'zimizning iddiasini o'zgartib, har vaqt qonunsiz asabiylarga qarshi turib, asabiylarni ko'chdan o'tgan chashqon urg'a qattu degandek ularni aramizdan taltukuz tozalab chiqarishimiz kerak. Biz hammamiz asabiylarga qarshi turishni o'zimizdan boshlashimiz kerak. Men yana kanit ahdnomasini ko'rib, biz dehqonlarning huquq manfaatini va majburiyatini tunib yetdik. Tartib saqlayli, tartibni. Shunga biz hammamiz qonun oldida barobar qonunga bo'ysunishimiz kerak. Eng avval kanitning turli qoidalariga rioya qilishimiz kerakligini tunib yetdim. Shunga biz atrofimizga va oramizdagi yoshirin xavfni tugtib, vaqtida bayqab, vaqtida bartaraf qilishimiz kerak. Shunga keng xalq ommasining atrofimizdagi qonun intizomga rioya qilgan, qonunga bo'ysungan inoq ittifoq fuqarolarni ulgu qilib, qonun o'rganib, o'zimizni qonun intizomga rioya qilgan yaxshi fuqarolardan bo'lishimiz kerak. Men bundan keyin qonun intizomga rioya qilib, kanitning turli faoliyatlariga aktiv qatnashib, qonunga bo'ysunib, yaxshi fuqarolardan bo'laman. Oxirida ko'pchilikning qimmatli vaqtini chiqarib, bizning ta'sirotimizni anglab berganingizga rahmat. Rahbarlari, ota-onalar, urug' tuqqanlar, yaxshimisizlar? Mening ismim Osiy Gulshamshay, 26 yosh, 5-yeza 3-kanit 5-zudan. Mening bu kanitga tarbiyalanishga asosli sababim kanitning ommaviy faoliyatlariga qatnashganligim sababidan men tarbiyalash o'rniga kelib o'rganish orqali o'zimning xatoligini tunib yetdim. Qonunsiz diniy faoliyatning 26 turlik ifodasi birinchi dinni bahona qilib jamiyat tartibiga ta'sir yetkazish, fuqarolarning jismoniy sog'lomlikka ziyon solish, davlatning ma'arif tartibiga to'sqinlik qilish, ma'muriy ishlar adliga planliqdagi siyosatiga va miros taqsim qilish, shundaqla davlat manfaatini, jamoat manfaatini va fuqarolarning qonuniy huquq manfaatiga ziyon soladigan boshqa harakatlar, ikkinchi boshqalarni dinga e'tiqod erkinligiga aralashib, boshqalar dinga e'tiqod qilishga, ro'za tutishga, namoz o'qishga majburlash yoki shaklni o'zgartirib majburlash, ro'za tutishdan bog'liq qilib, ammoning normal ishlab chiqarishi va ijtimoiy faoliyatlarga aralashvalash, ayollarni masjidga kirib namoz o'qishga, rupash bo'lishga majburlash. Uchinchi, vatanparvar diniy tashkilotlar tomonidan taklif qilingan diniy vazifa o'tash, salohiyat guvohnomasi bo'lmagan xodimlarni diniy faoliyatga tashkillash va uningga riyosatchilik qilish, diniy marosimlarni o'tkazish. To'rtinchi, tasdiqlatmay turib o'z diniy faoliyat so'rinlarida boshqa joylarda tashkillab diniy faoliyat olib berish. Diniy vazifadagi xodimlar va dinga e'tiqod qiluvchilar o'z diniy faoliyat so'rinlaridan boshqa joylarda vaziyatish va yig'ilib diniy faoliyat o'tkazish. 5. Tasdiqlatmay turib boshqa joyda diniy xodimiyat o'tkazish. Tasdiqlatmay turib o'zboshimchilik bilan ichki o'lkalardagi diniy xodimlarni avtonom rayonimizda diniy faoliyat o'tkazishga taklif qilish. 6. Diniy tarqatuvchi davalab xohlagancha murod ko'paytirish. O'zboshimchilik bilan ruhonlarni Paranqimbaylar. chegara sirtidagi diniy tashkilotlarni bekitish, o'z oldiga qabul qilish. 7. Qonunsiz holda din o'qitish sinfi, naqsim, munastir sinfi, ilohiyat sinfi achash,
tasdiqlatmay turib o'z oldiga diniy o'rgatuvchilarni tarbiyalash. 8-ci tasdiqlatmay har darajalik, har turdagi maktablar va g'ayri o'qitosh tarixiy apparentlarni dars etish yoki boshqa joylarda faoliyatlarni elib berishi. 9-ci Qur'onga yetmaganlar va maktabdagi o'quvchilarni namoz o'qishga, din o'rganishga, ro'za tutishga majburlash. Turtosh o'z mayliga qo'yib etish. 10-ci to'y xita almaganlarni nikoh o'qib qo'yish qatorliq diniy murosimlar orqali nikohlab qo'yish. Qonun bo'yicha nikohdan ajrashish, rasmiyda bijirganlarni 3 taloq degizib nikohdan ajrashtirish qatorliq shakllar nikoh ishlariga aralashish. 10-ci amaldan qoldirilgan diniy feodallik Ular paran qilmay o'tiralasa etimini bilsa. izlash, isbotlash, qilish, tizimga amalga keltirish, biroq varislik qilish, ijroat qilish, oxun qo'yish, o'shir zakat yig'ish. 12-ci diniy faoliyat so'ringa yuqori ovozli kanay o'rnatib diniy faoliyat elib berish. 13-ci to'y to'kin nazr chiroq oila yig'ilish va mashrab o'tkazish fursatidan foydalanib qonunsiz vaz tabliq qilish, so'zlash. Rahmat. 8 sho'rni chaqtatish orqali birinchida qatorda maydonga tushgan o'rin 3-chi sho'rni hozir darhol faoliyat elib borsangiz bo'ldi. Ustozlar ve ota-onalar, hozir hammanglarning mush vaqti xayrli bo'lsin. 3-chi zo'dan ayollar pullik tamam. Merhamet. Sevren,
tertibimiz var, bir şey öyle de kımbayla cima hazır. 2-7 yıldaki oğlumuzda. Tövende urulmakçı bolgan ikinci katımlık namaz. Ablakimcan dini asabilik karıştı. Kasam namuslu etmekçi. 两个不得，5个眼睛。家是少年，人人须知，不得利用宗教妨碍国家教育，不得在校进行宗教活动。两个不得，5个眼睛。家是少年，人人须知，严禁在校传播宗教思想，严禁在校设立宗教场所。严禁师生建立宗教团体组织，严禁师生参加组织宗教活动，严禁穿戴宗教服饰，佩戴宗教标志，地域防范宗教向校园渗透。 İkinci katımlık açıklığa numarımız Turguncan, Mentlahın Katarlıkla açıklığa uyun İtop. Seni merhamet. Daha tertip saklayın, tertipli. Ha, bombanızda. Bak kendi çıktı aydanı kırısla. Cemiyetimizde beyaz bir kişiler var. Meşgul tutsaq durup, yollara çıkıp dilencilik kıldılar. Bana bu işlerin avrat, kıyıcılık var işler evde kılsak buludu. Aşkımı yok değil misiniz gibi erkeğe? Bana ne çıkarak taklarla, öyle ağzına batırı, İslam'ın üstünde saklayışı var. Azda akbal yazla, Cırıklıklar takılmalı. Bak hepsi. Bak bak. Gile gile. Bu vaktinizi alıcı mı? Bu yetreyda. O tercihini ne yapacaksın? Oy ulan oy. Böyle ki. Ma 15 yıllık bir çocuğun balam ma bir gözden tırıp tapkanlığını kulağına gidip var. Balam senin yeni kalımın bu. Kızım buradan bana kılapsa. Balam sana mektep sana mektep okutuşun buyundan nasıl kılımı balam? Emmi günden de kaldı kukan gittim. Ma vazısa biri, bak beş koşu ağalı uçkuru kılını başla. Ben sana birinciden ata-anam vefadar bol. İkinciden cemiyet yararlı eden bol. Dördüncüden devletin kanunun başlılığa eden bol. Sen ne satın dedi sana ha? Balam Sen başlıklı başındasın ha. sana ustazın ola menin kılgan
Nasatım, ma kulaktan çırp, ma kulaktan çıkarttım. Ma senin öyge bir nasat Sen, falan. Atağa, Yok, sizler neçe yaşçılardan? ben 18 yaşçıydım. Biz 18 yaşçıyım ha. Balam sen ne mangan? Sizler yaşlı kaplar tağa. Devletlikten nurga yak siyasetler bağladı. Sizler mada kılmışlar. Sizler tüyentürmüş kapalet pullar hükümet devamlı kısım versin. Sizler bunu yaptılar mada kırgavakta tücüde mada turmuşlar değil mi? Balam Bak sen ne mangan? devletimizdeki inatı tesirdi da bak halkırada. Bakma. Mecbur balam okutup balam emmiken de Ballarına devlet haksız okudu da. Ta Ali mektep vaatlik yenne okuş. Yastıkla devlet biterdi. Buyurun şundan mı? Hükümetin uçta yak siyasetleri bak. Balam sen ne mangan? Ustazın olan bilen kolgan. Toylarken şey çıktı. Bolup da balam tök berip gezme balam nerge yaşını sat. Bacıslar, bunu bekliyoruz. Boldu. Bacıslar, Boldu. bacıslar bunu bekliyoruz. Güvende urulmakta bolgan numurumuz Tudaz katarlıkla urullaydı. DJ.强力的眼神，微笑最动人，节奏的余震，给生们喜友们放光离婚，冲动在血液狂奔，你是否做好准备？身体里空气飞 ，Superstar 在期待着沸腾的酷酷，我们看情不自禁想变得更嗨嗨，放光离婚，冲动在血液狂奔，打造出超级风格，在我狂野翻滚。用力舞蹈，打破地中天，要目光扫描，定个终极目标，越跳越高。Superstar, superstar，认真做到，飞蛾在那荣耀，书写燃烧，未来一起引爆，越跳越高，越跳啊！Superstar, superstar。Everybody good, boop, everybody good, boop, everybody good, everybody good, boop, everybody good, boop, everybody good, boop, everybody good, everybody good。强力的眼神，微笑最动人，节奏在余震，给生们喜友们放光离婚，冲动在血液狂，你是否做好准备？身体里空气飞。Superstar 在期待着沸腾的酷酷，都不敢情不自禁想变得更嗨，放光离婚，冲动在血液狂奔，打造出超级风格，带我跨越翻滚，用力舞蹈，打破地中天，要目光扫描，定个终极目标，越跳越高。Superstar, superstar，认真做到，飞蛾在的荣耀，书写燃烧，未来一起引爆，越跳越高，越跳啊！Superstar, superstar。 Güvende urulmakta bolgan numurumuz Nurimangil'nin uruluşuda ata-ana, Nakşa. Rahmet. Salavat koyup Aksakal boykense yığlıdımdan atamda. Aksakal boykense yığlıdımdan dadamda. Attamga qalarman mı? Annamga qalarman mı? Attamga qalarman mı? Annamga qalarman mı? Öz atamdan ayrılıp yan yığlap yatarman mı? Öz atamdan ayrılıp yan yığlap yatarman mı? Ata digen ne tatlı, anne digen ne tatlı. Ana digen ne tatlı, ata ana hayat bolsa, ötüdü ömür tatlı. Ata ana hayat bolsa, ötüdü ömür tatlı. Taştın taşqa yardı, dağının başıga çıktım. Taştın taşqa yardı,
dağının başına çıktım. Sen anamni sevimli, kavra başına çıktım. Sen anamni sevimli, kavra başına çıktım. Ata diyen tatlı, anne diyen tatlı, anne diyen tatlı. Ata ana hayat bolsa, üçüncü ömür tatlı. Ata ana hayat bolsa, üçüncü